Aka bu videoni Cobalt haydaydigan o'rtoqlarni yuborib qo'yingizlar. Hozir bu Cobaltga orqasiga pnevmo balon solamiz, prujnaning ichiga hammasini sizlarga ko'rsatamiz. Undan keyin mashina tonna ko'taradigan bo'ladi. Ketdik. Pnevmo balon original Shtelman degan firma, mana rossiyskiy производство. Razmeri MIHD deyiladi. 285 bo'ladi bu. Qaranglar. Mana nijniy sosovkani birinchi bo'shatib olamizda. Zalotnik bor ichida, обычный balonda bo'ladi-yu. Shunga o'xshagan sosov. Zalotnikni bo'shatamiz, chiqarib olamiz. Mana, chiqarib qo'ydik. Endi bunday bemalol bosilaveradi bu. Undan keyin silikonli smaska bor aka, silikonli smaska. Shundan yaxshi prujnani moylayveramiz. Pnevmo balonni moylaymiz deyiladi. Mana. Moylagandan keyin xudo xolasa smelo tiqaverasizlar. Mana bosib turib o'zi o'tib ketadi. Orqa tomondan ko'tarib turasizlarda. Bismillah deb turib mana tiqaverasiz. Mana shunday turgan payti mana rakanza kirmagan sozuk bu yoqda tigidagi отбойнигini solamiz, shaybichkasini solamizda itarib yuboramiz. Shundan как раз tejiga tushadi, xudo xolasa. Tushmasa naprolit yuboramiz. Tak, mana. Aha. Sal tushmay qoldi, necha? Qayerga ko'taraman hozir. Mayli kurishda ham bo'ladi. Shundan naprolit yuboramiz tejiga. Aha, bismillah. Shu bilan balkon tagiga teshigi bo'ladi. Hozir tagiga tushirib barini ko'rsataman. Ha, naprolit etib tushib qo'yasizlar, pastga bosib qo'yasizlar. Teshigida turadi, zalotnikni qotirasizlar. Mana bismillah. Zalotnikni qotiramiz. Zalotnikni qotirgandan keyin buni ichiga обычный подкачка. Любой vulkanizatsiyada bor. Любой vulkanizatsiyada bor. Даже S100 ham hozirgi zamonda S100 ham bor u. Обычный подкачкада примерно 0.8 da yel berib qo'yamiz, bo'ldi, shu normal bo'ladi. 0.6 0.8. Endi mashina orqasi ham azizda ko'tariladi. Hozir domkratni tushiraman. Chotki bo'ladi. Ikkinchi tomonga ham shunday hisob yig'ib tashlaymiz, bo'ldi. Inshaalloh bari zo'r bo'ladi. Podpiska, like eslaringizdan chiqmasin. Akalar, ko'rdinglarmi? Shunday turadi mana, chotki. Вот он сосок нижний.